Xo'p, assalomu alaykum akalar, sizlar bilan bugun qaysi fason necha metrli joylarga to'g'ri kelishini 5-6 ta kataloglarimizdan ko'rib chiqamiz. Agar videomiz kimgadir manfaatli bo'lsa, bittadan like bosib, uyga tunuka fokus chizmoqchi bo'lganlarga albatta bu videomizni jo'natib qo'yasizlar. Rahmat, sog' bo'ling. Shapkaz 1.20 dan 1.5 metrgacha bo'lsa, mana shu fasonimiz bemalol to'g'ri keladi akalar. Agar uzun koridoringiz bilan darvozaxonangiz yonma-yon bo'lsa, mana shu fasonimiz ayni muddao. Agar 380 darvozaxonangizga mana shunaqa kosmosli variantdan qo'ydiraman desangiz, mana shu fason to'g'ri keladi. Agar koridoringiz bo'lsa, tillali yulduzchali variantdan qildirmoqchi bo'lsangiz, mana shu fason juda ham chiqadi. Shapkaga enliroq fason desangiz, mana shu fason juda ham chiroyli chiqadi akalar. Faqat oddiyroq bo'ladi. Maloshniy rangga mokriy rang qanday bo'ladi degan akalarimiz uchun mana shu fason juda ham chiroyli chiqadi. 1 metr atrofidagi shapka. Skromniy fason so'ragan akalarimizga mana shu fason juda ham chiroyli. Ko'pchilik pianina fasonni boshqa fasonlar bilan almashtirib qo'yadi. Pianina fason mana akalar juda ham chiroyli chiqadi akalar. Ko'pchilik ko'chaga kaziroy qildirib oladi-yu, nima qilishga bosh qotadi. Mana akalar, kaziroylar bo'lsa mana shu juda ham chiroyli chiqadi. Endi darvozaxonasiga MDFli qilib, chekasiga mana bu ko'm-ko'k chiroqlari bilan qo'ydiraman desangiz, bu fason ham juda ham chiroyli chiqadi. Akalar, darvozaxonaga skromniy pianina fason so'raganlar uchun menimcha bundan chiroyligi